Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, qadrli obunachilar. Bugungi video roligimiz yana o'zimizni fermamizdan olib boryapmiz. Bugungi syomkamiz ko'pchilik so'rayapti. Buqalarga nima beryapsizlar deb. Shularni hozir batafsil tushuntirib beramiz. Buqalarning o'zgarishini ham bir baho berasizlar. Albatta videoni boshlashdan oldin like'larni bosib tursanglar, biz juda xursand bo'lamiz. Like tekin bo'ladi. Qirg'iziston buqalari ko'pchilik yangilar ham bor ekan, obunachilar ichida. Ularga nima berilyapti degan savollarni yozishib qo'ygan ekan kommentariyaga. Mana shu buqalarimiz va qanchadan yeyapti, nimalar yeyapti, bunday ma'lumotlarni beramiz. Kechagi kungi videomizda buqamiz yaxshi o'zgarmagan edi ekan. Ko'rganlar bo'lsa, qolganlari zo'r o'zgaryapti. Hozir yem berish jarayonidan ozgina syomka qilib beramiz. Qo'ldan kelgancha videolarimizda xato kamchiliklar bo'layotgan bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Yo'q ekan bo'lsa albatta yaqin birodarlarga ham jo'natib qo'yishlar so'rab qolamiz videolarimizni. Yana bitta narsa, ko'pchilikka foydasi tegayotgani uchun har safar aytayapmiz. Telegram gruppamiz ko'pchilikka foydasi teggani uchun Telegram gruppamizga obuna bo'lib qo'yinglar deymiz. Shuning uchun Telegram gruppamizni silkasini kommentariyaga qadab qo'yamiz va qanday obuna bo'lishdan ko'rsatib beramiz. Mana hozir yem berish jarayonini boshlaymiz. Guvoh bo'lib turasizlar. Hurmatli obunachilar, Telegram gruppamizga qanday obuna bo'ladi, shu haqida qisqacha video qilib beramiz. Buni bitta videomizga bossanglar, kechagi kungi videomizga misol qilib aytamiz. Kommentariyasiga kirsanglar, mana fikrlar degan joy bor, 111 ta. Shu yerga bosganimizda shu holat bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek tepada birinchiga qo'yib qo'yganmiz. Vodiy mol 94 ga bossanglar, mana prямо shu obunachilar uchun degan Telegram gruppamizga kiradi. Bir xilda. Tez kunda buqalarni tortamiz. Tarozi xizmatini yana chaqiramiz. Ancha oson ekan tortish. Shu buqalar qanchadan yeyapti hozir ko'rsatib beramiz. Bu yerda ertalabki silyosini yeb bo'lgan. Silyosga albatta somon aralashtirilishi kerak. Bo'lmasa bo'lmaydi. Mana ko'ryapsizlar. Somonga aralashtirilgan silyos solganmiz mana. Bular ponni yeb bo'lgan. Bu tomonida endi ancha-muncha qolgan. Kuragi bor ekan. Shu molimiz. Hozir aravalarga tayyorlab qo'yganmiz. O'zimiz granulamiz. Kanalimizda videolari bor. Qiziqqanlar bo'lsa, granula qanday tayyorlanadi? Bunday ma'lumotlarni berganmiz. Hozir mana yemimiz tayyor. Berishga tayyor bo'ldi. Shu holatda mana. Bu ikkinchi aravamiz. Mana shu holatda beriladi, shovla holatida. Hozir boshlaymiz. Mana akalar. Taglarni ertalab tortilgan. Hali otib yubordilar yemdan keyin. Boshladik. Mana yem berishni boshladik. Birinchi buqamiz, yangi buqamiz.
Sekin o'rganyapti bu ham. Ha, işte. İkincisi mi? İkincisi verildi. Endi mana bu arabamız. Nargi araba tugagandan keyin bunga o'tamiz. Mana aka. Yishini ko'ringlar. Mana shunaqa qilib berilyapti. Kecha ko'rdim, ko'rinchi. Mana akalar. 550 kilolik atrofidagi buqamiz. ...600 kilo chiqaverar shekilli. 580 kilo chiqadi. Mana akalar. Xudo xolasa atkasligani yo'q. Oxirgacha syomka qilamiz. Xudo xolasa. Ulan turmayapti. Çö, tur. Oh. Ulan yeni turdu bana. Boşlar. Şu holatda. Aşı buqamiz endi tishi buzdi. Ko'ryapsizlar bo'yini. Bo'yi 30 chiqsa kerak. 30 dan oshadi. Akalar. Shunaqa berib ketilaveradi. Yemlardi mana hozir. Lapatkada beriladi. Kechagi kungi videoda chiqqan o'zgarmayotgan mol. Sekin ishtahaga kiryapti endi. Hozir hurmatli obunachilar, granulamiz 100 kiloga 100 kilo vaznli molimizga o'rtacha 1 kilo 100 dan to'g'ri keladi. Hozir granulamizni oldiga boramiz. Yemni tugatib olgandan keyin nimalar qo'shilgan fonni ma'lumotlarni beramiz. Men turdi. Hozir ko'rasizlar hozir. Mana bu ham yangi kelgan buqamiz. Bunisi mana yetilib qoladigan buqalar. Sekin ish bo'lyapti. Ko'pchilik so'ragan uchun video qilyapmiz. Video cho'zilib ketayotgan bo'lsa, xohlovchilar o'tkazib ko'rsanglar ham bo'ladi. Endi mana Qirg'iziston buqalariga keldik. Qirg'iziston buqalari ham udar. Yishi. Mana quyosh mana chiqdi. Quyosh chiqqan. Hozir soatimiz 8:30 bo'ldi. Shu holatda mana 8:30 da quyoshimizni ko'ringlar mana. Oxirida tagiga boryapti mana. Oxirida tagiga boryapti. Shu holatda mana. Soyasini ko'ryapsizlar mana. Endi yozda quyoshimiz mana shu tepada bo'ladi.
tepada bo'ladi-da. Yozda quyosh mana shu ariqni o'rtasiga keladi, kelmaydi. Xullas bu tomonga o'tmaydi-da. Shuning uchun. Mana shunaqa holatda solingan molxonamiz. Berkitilyapti yemlar. Bu xolasa atkaz qilgani yo'q bitta. Yemlar berilyapti, ha. İştaha zo'r mana. Ko'z tegmasin. Mana shu buqalarimiz 4,5 kilo. Bir kunda 4,5 kilodan yeyapti. O'zi aslida ko'proq berishimiz kerak edi, lekin shunga ham qon to'yapti, yaxshi o'zgaryapti. Mana shular 500 kilo chiqdi. O'tgan safar tortganmiz. 480 atrofida chiqdi. Shularga 4,5 kilodan tushyapti hozir. Har xil tushyapti. Lapatkada beriladi. Lekin 4,5 kilo hisoblaymiz. 4,5 kilo granulamiz biz uchun 2700 ga tushyapti granula tayyor bo'lishi. Uni ol batafsil tushuntiramiz granulani oldiga borib. Buqalarimiz yeyishlarini bir baho berasizlar mana. Ko'ringlar. Почти hammasi o'shalayapti. Arqa tomondan ham bir qator olib qo'yamiz video. Bir xilda turgandir orqasi. Mana kelar. Xudo xolasa dumba solyapti. Hozir bitta vashi dumba sovorganini ko'rsataman hozir. Hozir ko'rasizlar. Mana yomoni. Dumbasini ko'rsatmayapti ham. Qizg'anadi mana. Arsillab ketyapti. Ko'z tegmasin. Bular ham baribir Qirg'iziston buqa boshqacha ekanda, hurmatli obunachilar. Hozir oldi tomonga o'tamiz va yem berish jarayonini davom ettiramiz. Ular ko'ringlar. Bu dumini ko'tarib yeyotgani, maza qilib yeyotgani hisoblanadi mana. Qashlasanglar maza qiladi-yu. Ko'ryapsizlar-a? Dumini ko'tarib yeyapti. Bu degani qashlashdan ham maza qilib yeyapti deganida. Молодец. Peshonalarigacha naqib yoribdi buni. Mana bu tomoni aravamiz ham oz qoldi. Nima yemayapti ekan? Yishni boshlabdi bu ham. Messi janoblari oldi tomondan ko'rinishi. Qani bu? Oz qoldi. Buni tugatib, narigi aravani olib kelamiz. Bu tomondan mollarimiz. Men borib aravani tortib kelaman. Bir qator boshigacha
qaysi biri yemadi, qaysi biri yeb oldi, ponni ko'rsatib beramiz. Bu yangi buqamiz. Mana ko'rib turibsizlar mana. Buqalarimiz. Yetilay deganlari ham yeb olgan. Mana ancha-muncha qolganlari suvgacha yeb oladi. Mana ishtahaga kirib ketdi mana shu buqamiz ham. Tez kunda buqamizni dori ikkovlarini qilishdi. Ko'rsatib beramiz. Nimalar qilindi? Bunday ma'lumotlarni beramiz. Yaxshi o'zgarmayotgan mollarni. Telegram gruppamizga ham kirsanglar, Telegram gruppamiz ham Abdulhamid tog'aga murojaat qilsanglar, ancha-muncha mollarni o'zgarmayotgan kasalliklarni ham davolayapti. Hurmatli obunachilar, ashitga borib davom ettiramiz kelgan joyimizga. Keyingi aravamizni ham boshladik. Mana shu Messigacha yetib kelibdi. Hozirgi kunda suvni isitib beryapmiz. Isitib turib, keyin yem yutilyapti. Bularning ishtahasi vahshiy. Chempionlar mana. Bular chempion. Tez yeyish bo'yicha chempionlarimiz bular. Şu o'zingnikini. Mana shu buqamiz ham zo'r o'zgaryapti. Buqalarimiz ham bir qator. Orqasidan ko'rsatib berdik. Bu ikkinchi bo'limimiz tugadi mana. Bu tomondan ko'rsatib beramiz. Mana shu holatda mana buqamiz o'zgaryapti. Messini yana bir bor ko'rsatib beramiz. Messiligiga isbot. Endi oxirgi sostavimiz qoldi. Bu yerda 20 talik joyimiz. 22 talik bu tomon, bu o'rtasi 20 talik, nargisi 22 ta. Jam 64 ta mol sig'adi bu yerga. Bular ko'ringlar. Bu sostavimiz qanday yeyapti ekan? Zo'r. Bu yangi buqachamiz. Endi tez kunlarda bu yangilarni bir chekkaga olamiz. Yeyishini vahshiy o'rib olyapti mana. Bu ham mana tez yeyish bo'yicha chempionlarga yetib olish shekilli. O'nturmini 200 olganmiz. Buni videosi ham bor o'zi. Kirib ko'rsanglar ham bo'ladi. Qiziqqanlar bo'lsa. Ana shunaqa qilib yemlar berilyapti. Mana keling. O mana qizil buqamiz. Buni ham narigi kattalar sostaviga olib o'tamiz. Ancha suyak yirigi bo'lib yetishyapti mana.
Hali kurak chiqarib yo'q lekin. Nima bo'ldi bunga? Hozir bu ta'mini bitta sezgandan keyin yeyishni boshlaydi. Qani? Nima bo'lyapti ekan bunga? Baribir yeydi bu. Hozir qaytganda ko'rsatamiz. Qizillarimiz. Bulardan ham olib o'tamiz xudo xolasa. Narigi kattalar sostaviga. Bular ham zo'r yeyapti. Bu ham chempionlarimizdan bittasi. Oxiriga yetib kelib qoldik. Mana hozir yemayotgan molimiz. Mana yakunlanib qolay dedi. Dot deyishyapti-yu bular. Mana endi aravamizda mana shu qoldi. Ozgina-ozginadan bo'lib yuboradi. Bo'lib yuboriladi. Mana hurmatli obunachilar, yem berishni ham yakunlab oldik. Endi buqalarimizni bir qator sanab ketamiz. To'r topganlarga prizimiz bor. Mana boshladi akalar. Bu ham qiziq ishda. Mana akalar oxirgisi. Mana shuna qilib yemlarni yeb bo'ldi. Oxirlar top-toza. Obedda sug'oriladi. Bir mahal sug'oriladi obedda. Hozir endi granulamiz oldiga boramiz. Videoni o'sha yerdan davom ettiramiz. Ko'pchilikka qiziq bo'lishi mumkin. Kanalimizda yangilar bo'lsa. Mana yem tayyorlayotgan joyimizga keldik. Mana shu granulamizni o'zimiz chiqaramiz. Shu holatda mana. Endi buning tarkibini ham aytamiz. Tarkibini aytishdan oldin granulamizni ancha-muncha qiziqqanlar uchun sotayotgandik. 3700 dan sotayotgandik.
3800 ga ko'tarildi. Chunki yemlar ham ancha ko'tarilibdi, kepaklar ham ko'tarilibdi. Kepak 65 ming bo'pti. Kunjaramiz o'rtachasi 5200 so'm bo'pti. Shuning uchun bizning mahsulotlar ham olinadi, pulga olinib o'zimiz tayyorlaymiz. Tayyorlayotgan jarayonlarimiz, syomkalari bor. Kanalimizda ko'rsanglar bo'ladi. Qiziqqanlar bo'lsa, shu holatdagi granulamiz. Endi buning tarkibida makka bor, bug'doy yormasi bor, tegirmondan chiqarilgan. Keyin yer yong'oq po'chog'i bor, tuz bor. Arpa qo'shyapmiz, yaqindan boshladik. Chigit bor. Kepak bor. Va albatta mehnat bor. Mehnatimiz ham qo'shiladi bunga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. Ancha-muncha savollar bo'lsa, kommentariyada kutib qolamiz.